Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, chorva media o'z kuzatuvchilari hamda obunachilarim. Mana bugun sizlarga bir qator mana shu qo'ylarni qanday boqish kerak, qanaqa ratsionda boqish kerak, qanaqa vitaminlarni berish kerak mana shu qo'chqorlarga, o'shalar haqida sizlarga bir qator tushuntirib o'tadi. Mutaxassisimiz bor. Mana qo'ylarimiz. Bu yerda sog'liq qo'ylar. Bular bitta qo'chqori bor ichida, buni zotga olish uchun. Zot olish uchun juda ham ajoyib qo'ylar. Mana akalar. Mana qo'yni joylari juda ham ajoyib qurilgan. Taxtada yotadi qo'ylar. Mana shu bugun Ushtixon shahriga kelganmiz. Dilmurod do'stimizning xonadoniga. Mana shu bir qator qo'ylarda qanday boqish kerak, qo'chqorlarda qanaqa vitaminlar berilishi kerak, shular haqida bir qator sizlarga ma'lumot berib o'tadi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya, obuna tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlab turingizlar. Mana shunday ko'rinishda like bor. Ana shu like'larni ayamasdan bosaverasizlar. Xo'sh, Dilmurod, endi mana shu qo'chqorimiz qancha vaqtdan beri boqasiz? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar hamda qo'y ishqibozlari. O'rtacha 4 oy 5 oylardan beri qo'ylarni shu endi niyat qilamiz. Bozordan olgandan avvalambor e'tibor qilib, kasaliga iloji boricha agar tushunmaganlar bo'lsa, biron bir mutaxassis bilan chiqish kerak. Bizlar ham boshida shu qo'y boshlaganimizni bilmay adashib qo'yib yoki bir hech qanaqa bir zotiga ham e'tibor qilmasdan olib, shu pand degan vaqtimiz ham bo'lgan. Endi hamma narsa shundan boshlanadi-da. Bu qo'ydi masalan 1 yil bo'ldi olganimga. Uchalasini ham, ha? Yo'q, bular 5 oylar bo'ldi. Bular yanvar oyida oldim. Bu ekan qora bilan o'rtadagini yanvar oyida olgansiz. Yanvar oyida olganman. 5 oylar boqilib, bunga 1 yillar bo'lib qo'ydi. Endi bu endi shunaqa o'smaydigan zot, lekin go'shtga zo'r. Endi zotga emas, go'shtga yaxshi-da bu. Shularga qarab, endi ozmoz qo'ldan kelgancha tushunib qolganmiz hozir. Yaqinda bu tish buzdi. Mana qo'chqor. Qo'chqor tish buzgan. Tish buzdi. Bu birga kirdi. Bu qurbonlikka bo'ladi. Bu o'zi egalarini topgan bular. Hammasi uchidan barakasini qilib bular o'zi sotildi desam bo'ladi. Faqat endi odamlar endi qurbonlikkacha uyimda turishga sharoit yo'qsiga turib degan uchun bu yeyish ichishni ham bo'ynimizga olib, juda ham savobli ish, juda ham bu. Shu. Xo'sh. Nargi tomonda turganlar yaxshi zotli, ular o'zimizda hisori sog'liqlar. Ular sotiladimi ular? Yo'q, ular zotga. Zotga olib qolgansiz, faqat qo'chqorlarni sotasiz. Yana qo'chqorlar bor, topib berasiz. Olaman deganlarga. O'zimiz tanishlarimiz bor, do'stlarimiz bor, ukalar. Yaxshi, toza, hamma tomoni chiroyli, qurbonlikka so'yishga arziydigan qo'chqorlardan topib berasiz. Endi Dilmurod, qarang, ko'pchilikka, obunachilarimizga qiziq, qanaqa vitaminlar beriladi qo'chqorlarga? Bundayda qo'yni olib kelasiz, bilmaysiz-ku. Sizdan oldin boqqan odam qanday boqqan, nima qilgan qo'yni olib kelgan vaqtda birinchi o'rinda uni ichki va tashqi parazitlardan tozalash degan narsa bor. Ichki parazitlarga nima kiradi? Oshqozon, jigar, ichakdagi qurtlar. Klozantel degan ukoli bor. Uni hamma biladi. Klozantel, Keyin tashqi parazitlarga nima kiradi? Teri kasaldagi nima bo'ladi? Burga, kana, o'sha hammasiga ivermektin degan o'zini ukoli. Ivermektin. O'shani hozir bor, endi yana ham boyagi meditsina rivojlanib ketdi, Eversanto degan ukol chiqqan. Eversanto. Shu muddatiga qarab olsalaringiz, har bir qo'yni tirik vazniga 1 grammdan ukol qilinadi, teri ostiga. Endi bizlarda sharoitimizda 50 kilo tirik vaznga 2 gramm qilsa ham uni zarari yo'q. Effekt kuchliroq bo'ladi. Endi bizlarda endi bir narsani bilib olganmiz, qo'yni olgandan keyin boyagi chakkidorini ichkizamiz och qoringa deydi, uni profilaktik uchun qilib borish kerak. U chakkidorini yo'talga beriladi, ha? 10% uni ham dozasi kuchligidan, vesiga qarab, где-то bir 40-50 kiloluk qo'ylarga bir 15 grammdan och qoringa ovqatdan 2 soat oldin ichkizib, 2 soatlar ovqat yemay, iloji boricha obedgacha bo'lsa ham hech narsa qilmaydi, o'lib qolmaydi. Bir 3 kundan keyin yana повторni qilsa, u просто profilaktika uchun. Lekin boya teri osti kasalligi qiladigan ukol undan ham yaxshi. Keyin nashat boyagi yo'tal haqida ketadigan bo'lsa, qo'y shunday narsa, bu tabiati bir insonnikiga yaqinroqda. Endi oldida yuraversangiz bilib qolasiz. Hammasi xarakteri har xil bo'ladi. Yoshlikda bir quvnoq bo'ladi. Keyin bular ishtahasi qanday, nima yeyish kerak, qarab odam o'zi mana urgan bo'lib qo'yadi, izchat qilib.
sovuq kunlarda qo'yga erinamizda, boyagi yaxti suv turadi, shuni ichadi, ichgancha olmay ketamiz, ertalabga yaxlab muzlab bo'ladi-ku. Uni ichadi-ku, keyin qo'y yo'tal shundan boshlanadi. O'zimiz ham farzandimizni qo'limizdan yasab kasal qilib qo'yamiz-ku. Qo'yda ham ana shunday ham salgina hushyor bo'lish. Demak, kechki payt suvlarni olib qo'yish kerak. Olib qo'yish kerak. Hozirgi sharoitda shart emas. Qarang, ko'z qishlarda. Dilmurod, qarang. Men oxirida o't ko'ryapman-da. Bu har doim turish kerakmi o't? Turish kerak. Bu hech kim bo'ktirmaydi. Qarang, bularga ertalab qanchadan yem berasiz? Qarang, ertalab boshlanishi bomdoddan keyin masalan qo'ylarga mana shu yemi, manusini o'zi buni yeb bo'lgan bo'ladi. Ertalabgacha yeb bo'ladi o'zi buni. To'ldirib bergandan keyin har kuni men bir mahal bug'doy pishiraman. Bug'doy, makkayi, arpa iloji boricha pishirib berish kerak. Bug'doyni butun bersa, makkayini butun bersa, arpani ham mana shuni butun bersa, endi ko'proq bersa, bo'ktirib qo'yish ehtimoli yana odamzod qo'lidan yasab qo'yapti-da. Pishirib bersa, o'zi yarim pishgan holat. Bu oshqozonga kirgandan keyin butun chiqmaydi axlatdan. Ko'plar aytadi-da, boyagi qo'ylarga beryapman, axlatidan butun chiqyapti, nima deydi? U chunki hazm qila olmayapti. Semirtirib deb ko'proq beryapti, qolgani yarmi chiqib ketib qolyapti-da. Shuncha. Qarang, azizlar, ko'ryapsizlarmi? Mana albatta qaynatib berish kerak ekan bug'doy, arpani. Qo'chqorlarga qaynatib bersa, o'ziga yuqadi endi. Pishgan narsa bormi? Endi ko'proq hazm bo'lishiga o'ziga yordamamda bu narsa. Keyin buni orqasidan o'zi o'tga to'yib bo'ladi. Orqasidan bitta bug'doyini yeydi, makkasini yeydi, bo'ldi, yotadi, o'zi vazn olishni boshlaydi qo'y. Undan xavotir olmash kerak, u bukmaydi. Qarang, ertalabga necha kilodan berasiz har bittasiga? Har bittasiga где-то bir 300 grammdan beraman. 300 gram ertalab, 300 gram kechki payt. O'sha managa me'yorga kelib olguncha borku, birinchi men 1 piyoladan boshlaydi, 2 piyoladan. O'sha me'yorga kelib to'xtaydi qo'y. Undan ziyodini yeyolmay qoladi. Shu me'yorni siz bilib borishingiz kerak-da. Chunki kam-kamdan berib borish kerak birinchi. O'rganib qoladi. O'zi boshqa odamni ovqatini bilmaydi u odam. O'zi men o'zi ishdan kelaman, mashinamda ovozini hattoki qo'ylar bilib qolib meni o'zi kutadi bular. Bu narsa bor-da, endi qo'ylar ham bir aqlli zotda. Shunday. Bekorga hamma payg'ambarlarimiz qo'y boqmagan-da. Hamma payg'ambarlarimiz qo'y boqqan. Bularda bir bekorga bir hikmati yo'q-ku, qo'y boqqanda bular. Mashallah, hozir bular hammasi sotildi endi, qurbonlikka berdingiz. Ichidan barakasi qilib ketgan. Yana agar so'rasa obunachilarimiz qo'y so'rasa, yaxshi toza qo'ylardan bor. So'raydiganlarda qo'ylar bor, yaxshi qo'ylar bor, topib beramiz, xudo qolsa. Telefon nomeringiz 94lik raqam bilan, 94lik 477 477 0281 0281 raqamlariga murojaat qilaverasizlar Dilmurod akamizga. Shu endi ko'plar menda ham shunaqa bo'lgan, boshida qo'yda tushunmasdan olib kelib o'zimcha bir oyda tez semirtiraman deb kim nimalar berib bo'ktirib qo'yib, bir kunda ikkitalaban qo'y so'ygan paytimiz bo'lgan. Shoshib qolib. Shuning uchun ana shunaqa narsaga shoshilmas kerak-da. Qo'yda nima deydi? Bu arzon olaman, qimmat olaman degan niyat bo'lmas kerak-da. Mehr degan narsani ozgina bor-ku. Mehr berish kerak, ha? Chiqarmas kerak, shoshilmas kerak. 2 oyda semirmasa, 3 oyda semirib, shu barakasi bo'laveradi. Shu endi shunaqa holat bo'ladi, bilmasdan bo'ktirib qo'ydingiz. Bo'ktirish ham 3 xilga bo'linadi-da. Yengil, o'rta, og'ir bo'ladi. U yengil holatda u manib ketadi, yurib ketadi, faqat ovqat yemaydi. O'rta holatida bor, yotadi, bir chekka borib qisiladi, oldiga borsangiz turadi. U 3-chi eng og'iri, u qiyin masala u. Endi o'sha holatda nima qilish kerak? Chemiritsa degan o'zi mol bilan shug'ullanayotganlar shunaqa narsa berar, keyin молочный kislota degan narsalar chiqib ketgan hozir. Keyin o'zimizda bozorda attarlarda achchiq tosh degan narsa bo'ladi. Achchiq tosh, aha. Shuni ezib suvga aralashtirib 100 gram suvga ichkizib, moment ichib tutib yuboradi. Shunaqa narsa. O'sha paytda ichkizish jarayonida oshqozonni massaj qilib turish kerak. Boshimizdan o'tganda endi. Shunday e'tibor qilingizlar. Keyin yemlaydigan qo'chqorga iloji boricha ichini ketkizadigan darajada ko'p meva bermas kerak. Meva deganingizda nimani nazarda tutyapsiz? Masalan, uyda pomidor bo'ladi, zoldori bo'lishi mumkin, olma bo'ladi. Ularni yegan taqdirda bunaqa axlatiga e'tibor qilish kerak-da. Arpa yeyaptimi, o't yeyaptimi, axlati qumaloq o'zimizda boyagi Jaydar tilda aytgan mayizda tushyapti, demak shunchaki qorni to'yapti, vazn olyapti, lekin unda emas. Otnikida agar to'ppa-to'ppa bu axlat tushadigan bo'lsa, vaznni zo'r olyapti. Mana shunga ham e'tibor qilish kerak-da, mana u aka. Axlatiga e'tibor qilish kerak. Vazn olish. Azizlar, shu diqqat bilan nima qilib oling, o'shalarni yoddan chiqarmang. Qarang, buni juda ham bir ajoyib holatda, mana bu taxtalardan nima qilgansiz? Albatta, обязательно shunday turish kerakmi? Shunaqa taxtalarda boqilish kerakmi qo'chqorlar? Qo'y shunday narsada, o'zimiz ham insonmiz-ku. Yaxshi ovqat degandan keyin yumshoqqina yaxshi joyda yotgimiz keladi. Shunday. O'shandan keyin vazni olamiz. Qo'y ham shunday, yaxshi ovqat degandan keyin yaxshi joyda yotish kerak, vazn olish uchun. Quruq, toza joyda,
shuni endi bari vodiyliklar bizlardan oldinda yurganda men endi ularga telefon qilganman, mana bu yerda yassi qancha bo'ladi, nima bo'lganman, ulardan shu o'rganib shuni bitta svashik usta akamizni chaqirib shuni o'zimni mana sxemam bo'yicha yasattirganman. Mana bu yog'ochga keladigan bo'lsak, bu rossiyskiy Lisfak degan yog'och. Lisfak, eng qattiq, buni shifr ustalar olmaydi, bu miqam kirmaydi. Bu nima uchun? Kelgusida bu uzoq chidab berish uchun. 15 yil bo'ladi, 10 yil beramiz, endi Alloh xohlab Alloh biladi. Ular siyadi, axlat tashlaydi. Shunaqa yog'ochki, bunga suv tegsa yo bir narsa tegsa bu qotsa qotadi, lekin bu chirib, ertaga sinib ketib qo'yingizga noqulaylik shishib ketmaydi. Yo'q, bir xil holatda. Ana shu maqsad shu. Mana azizlar. Bir-biridan bularni mana qilib qo'yganmiz, endi qo'chqorlar barimi endi shoxlashadi. Shuning uchun yakka-yakka отдельно turibdi. Shu bir-birini ko'rib turish kerak lekin. Azizlar, mana shunday Dilmurod do'stimizning maslahatlari juda ham chiroyli, qo'chqorlari. Alloh rozi bo'lsin do'stimizdan. Juda ham zo'r. Suv kunduzi har doim suv turishi kerak. Hozirgi iqlimda hozir kechasi ham turaversa ham bo'ladi. Kechasi ham tursa bo'ladi. Ertalab bir to'kib tashlab, barim asvejit qilish narsa bor-ku endi. Tozalab, toza suvdan berish kerak. Ko'rib, toza ham qizib ketmasin. Qo'ylarga endi hozirgi paytda endi yaxtiroq narsa ko'proq. Issiq havo issiq. Juni bor, shunga e'tibor qilish kerak. Havo issiq. Keyin kunduz kuni bular yotgan vaqtda chuvim bor-ku, endi parazitlar. Bular ko'proq kelib qo'nadi. Bular yotishga xalaqit qiladi. Bo'ron degan narsa bor bitabtekada. Bu uyga sip. Bo'ron, Shit ustiga sip qo'yish kerak bo'ldi, shu yerga. Qo'ylarga hech qanaqa ziyoni yo'q. Hech qanaqa ziyoni yo'q. Yalab qo'ysa ham ziyoni yo'q. Uni sinab ko'rib, juniga sepasiz, boshiga tegmaydi. Bo'ldi, chuvin shu yerga yaqinlashmaydi. Demak, o'sha pashsha chuvinlar ham parazit, to'g'rimi? Mana azizlar. Juda ham zo'r. Qo'yga xullas qalam ovqatni yeganda, dam olganda halovat bo'lishi kerak. Ana shunda yeydi. Keyin ovqat beryapsiz, sho'xlik qilib sizni shoxlab yubormoqchi bo'ladi yoki bir narsa qilmoq, jahl ustida urib qo'ymas kerak. Qo'yni qo'rqoq qilib qo'ysangiz orqaga ketib qoladi birdaniga. Erkalanib yeyverishga. Endi qo'y shunaqa narsa. Endi o'zimiz bolalarimizga qanday ovqat bersak, bir piyolada choyni to'kib qo'yish mumkin, bir bola bo'lib qolishi mumkin-ku. Qo'yga ham shunday. Erkaliga chidaysiz-da, vaqtida u ham sizga kerak bo'lsa chidaydi-da, bu o'zini qurbon qilib beradi. Dilmurod, sizga mana shunday bir chiroyli maslahatlaringiz uchun rahmat. Obunachilarimizga tilaklaringiz. Nima deymiz? Kelgusida barchalarimiz shu boya qo'yga qiziqamiz. Barchalaringizni shu xonadoningizda qo'ylar ko'p bo'lsin, baraka bo'lsin. Alloh barchalaringizni qo'llab-quvvatlab yursin. Doim Alloh panohda bo'lingizlar. Hammalaringizni keladigan Qurbon bayrami bilan chin qalbimdan tabriklaymiz. Xonadonlaringizga hamisha tinchlik, totuvlik, xotirjamlik Alloh bersin, xayr barakalarni yog'dirsin yomg'irdayin. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar azizlar. Mana qisqagina mana shunday ma'lumotimiz uchun qo'llaringizdan kelgancha qo'llab-quvvatlab mana shunday ko'rinishda layklarni bosib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Azizlar, mana qurbonlikka sotiladigan qo'chqorlarimiz bor. Uchtixon shahrida. G'ayrat, bularni joy veska necha kilolar keladi? Mashalloh, zo'r. Akalar, mana toza. Bitta maydasi bor ekan, kichkinarog'i. Bu ham yoshiga yetgan-a? Bu ham yoshiga yetgan. Qolganlari katta-katta mana. Juda ham zo'r akalar. Yuqoridagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ylardan mana shunday qo'chqorlar, qo'zi emas bular, katta qo'chqorlar. Qurbonlikka suysa bo'ladigan mana toza qo'chqorlar akalar. 60 kilo go'sht qiladi. 50-60 kilo go'shi bor, ha? Ikki chakkadagilar zo'r ekan, lekin juda ham katta ekan. Ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Uchtixon shahri, Murod Jo'rayev ko'chasida.